Dünyanın arkadaşlar, qarindaşlar, hazır qoxtanlar xayrlik bolsun. Mening ismim Muzaffer. Bugun qo'llanishchan iqtisodning yerlik baylıqlar degan qismini ko'rib chiqamiz, ya'ni o'z qaynaqlar. Yerlik baylıqlarni davlatlar o'zlari hukmdorlik qildi va kontrol qildi. Lekin ba'zi davlatlarda boshqa bir davlat kelib hukmdorlik qildi va kontrol qildi. Masalan, hozirgi Iroq, Suriya degandek davlatlarning bayliqlarini boshqa davlatlar kelib kontrol qilyotdi va hukmdorlik qilyotdi. Bir davlatning iqtisodi uchun va kuchlik bo'lish uchun yerlik bayliqlar eng muhim o'rin egallaydi. Bu bayliqlar nimalar bo'ldi deganda, birinchisi yerdan chiqilgan bayliqlar. Kan bayliqlari, terilg'u yer va ochliq, suv bayliqi, yer osti suv bayliqi va yer usti suv bayliqi, daraxtlar, o't-cho'plar, o'rmonlar. Bunlar hammasi yer bayliqlariga kirdi. İkincisi hayvanlar. Yigil bo'lgan hayvanlar va yigil bo'lmaydigan hayvanlar. O'shkilar, qo'ylar, kallar, jaranlar, ko'lning va dengizning ichidagi hayvanlar. Masalan, dengiz mahsulotlari sohasi davlatimizga ko'p miqdorda iqtisodiy boylik olib keldi. Hozirgi Norvegiya, Yaponiya degan davlatlarning dengiz mahsulotlari tijoratiga o'xshash. Üçüncüsü davlat ichidagi emgak kuchimi yerlik bayliq kirdi. Davlat ichidagi emgak kuchi, davlat ichidagi yosh nüfusunun ko'p bo'lishi va ish qaraydigan insonlarning ko'p bo'lishimi yerlik bayliq kirdi. Davlat ichidagi olimlarning, kashfiyotchilarning, aqlli insonlarning ko'p bo'lishi sizni har tarafdan kuchli qildi va boy qildi. To'rtinchisi davlat mablag'i. Davlat mablag'i faqat puldan tarkib topmaydi. Davlat ichidagi texnologiya, yumshoq detal ishlab chiqarishi, fizika, tibobat, masalan, texnik jihatdan ushqusiz aeroplan yasashning yangi bir yo'lini va eng tuvan maliyatda yasashning yangi bir yo'lini topgan bo'lsangiz, bu sizning davlat mablag'ingizdan ichiga kirdi. Masalan, hozirgi koronavirusning davolash usulini yoki dori'sini topgan bo'lsangiz, bularning formulalari sizning davlat mablag'ingiz kirdi. Masalan, hozirgi dunyoning har joylariga berib bo'lgan Coca-Colaga o'xshash. Coca-Colaning formulasi shu davlatning va shirkatning yoshirin mablag'i. O'xshashdan davlatning sayohat rayonlari va tarixiy yerlar sizning davlat mablag'ingizdan ichiga kirdi. Shu an yerlik bayliq deganimiz sizda borligi va ishtirki bo'lganligi jazmlashtirilgan narsalar.